Assalomu alaykum everybody. Bugun nostalgiya qilamiz. Ya'ni o'zimizni Tobey Maguire akamiz o'ynagan O'rgimchak odam filmlaridan hayotda asqatadigan jumlalarni eslab o'tamiz. Qani ketdik. Fursat. Birinchisi. Odamlar keladi, ketadi, lekin hech narsa o'zgarmaydi. People come and go, but nothing ever changes. Ikkinchisi. Vaqti kelib, yigit erkakka aylanadi. Va mana shunday qolib ketadi. Iloji boricha yaxshi inson bo'lishga harakat qil. Eventually, a boy becomes a man and that's who it should be. Strive to be the best person you can be. Uchinchisi, katta kuch, katta mas'uliyat talab qiladi. Great power requires great responsibility. To'rtinchisi, bir nimaning intihosi boshqa bir nimaning ibtidosi demakdir. The end of one thing means the beginning of another. For example, the end of Cristiano and Leo era means the beginning of Kylian and Yamada era. Just like that. Beshinchisi, ba'zan o'zimizda kuch topib, to'g'ri ish qilish uchun istaklarimizdan voz kecha olishimiz, hattoki orzularimizdan ham voz kechishga tayyor turishimiz kerak. Bye bye. Sağ olun.